Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, obunachilar. Mana bugun 20-oktyabr holatidagi g'ishtlarimiz mana xohlasa chiroyli bo'lib yuklanyapti. Bu tomonda holatlarini bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Tepadan hozir ko'rsatib beraman. Ustidan qanday yuklanyapti, sanovi to'g'ri chiqadimi, xudo xolasa sanovlariga hamma yo'g'iga garantiya beriladi. Hozir tepadagi holatini sizlarga chiroyli qilib ko'rsatib beraman. Mana tepadagi holati. G'ishtlarimiz razmeri 25 ga 6-12 to'liq razmerda chiqadi. Pishganligi o'ta chiroyli bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Bugungi holatda Andijon viloyati Marhamat bilan Asakani o'rtasida O'qchi degan joy bor. O'qchi degan joyga bu mashinamiz xudo xolasa Chinoboddan keyin eski Haqlobodga boradi. Yana bitta mashinamiz Asakani o'ziga ketdi. Shu atrofda kimga g'isht kerak bo'lsa, bemalol lokatsiyasini, telefon nomerlarini klientlarni so'rashlari mumkin. Bemalol nomerlarini beramiz. Bemalol borib ko'rib, g'isht ma'qul kelsa zakaz berishlari mumkin. Razmerlarga keladigan bo'lsak, 25 ga 6-12 to'liq chiqadi. Sho'ri 10%, 15% chiqishi mumkin deymiz. Bu holatda bunaqa chiroyli pishgan, o'ta zo'r pishgan g'ishtdan mana pishganligini ovozini eshitib turibsizlar. Umuman deyarli sho'r chiqqani yo'q yozi bilan. Shunda ham 10%, 15% chiqishi mumkin deyapmiz. Deyarli hech qaysi klientimiz sho'r chiqdi, boshqa bo'ldi degan joylarini eshitganimiz yo'q. Tomonda mana xom g'isht chiqish jarayoni ketyapti. Elaklarimiz bor. Hech qanday bema'ni xashak, toshlar, bema'ni narsalar o'tmaydi. Xudo xolasa g'ishtimiz ichidan tosh chiqib qolish, ichidan unaqa bo'lib qoldi, g'ishtimiz otib yordi degan narsalar xudo xolasa umuman bo'lmaydi. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Butun vodiy bo'ylab 10 mingtalik, 5 mingtalik, 3 mingtalik mashinalarda yetkazib beramiz. 10 mingtalik mashinalarimiz ozgina arzon bo'ladi. 5 mingta, 3 mingtaliklar ozgina qimmat bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqishlari mumkin.